shahri Namanganlik yurtdoshlar, tinchmisizlar? Biz hozir Jidaka masjid to'g'risidagi choychi Habibullohning oldiga keldik. Aka, assalomu alaykum. Choylar tez orada legenda bo'lib ketdi, aka. Bitta ichib ko'raylik. Necha xili bor o'zi buni? 50 xildan ortiq choylar. 50 xil. Bu nomi nima? Karak choy. Karak choy. O, big'illatadigan choy ekan-da. Hammasi legenda. Bu nima? Bu afg'on choyi. Afg'on choy. Bu nima? Mana bu o'zgacha bardak choy. Bardak choy. Hamma yo'q, bardak olib ketmaymi? Yo'q, zo'r. Buni ta'mi ham boshqacha ekan. Bu choy nima? Bu uspakeshi lavanda. Uspakeshi. Asabi big'illataman deganda ichsam yaxshi. Sizlarga suyimizlar bo'lib qolar ekan bunda. Oh. Yomon ekan. Bu-chi bu oxiri? Karkade. Karkade? Karagadil dema, tumsoq choy ekan. Bu qolmasa yana. Xullas, kelinglar, tavsiya beraman. O'zim ham yo'lda o'tib ketayotganda hamma odam yig'ilgan mana. Mingdan ortiq odam bor. Narxi ham qiziqmas aka, bir piyola choyimiz. O'zbekchalik mehmondorchilik. Kelinglar, Habibulloh choychiga maza qilib ichib, o'rtoqlar, oshnalar, ota-onalar olib kelsalar ham mana maza qilib sanatoriya choylarimiz ham bor ekan. Tavsiya beraman. Habibulloh choy nomer 1.